Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi N1 Hardcore Warlord'ni davom ettiramiz. Oldingi safar o'zimga maqsad qo'ygandim. Olmos Branyani full enchant qilish. Bugun shunga harakat qilamiz. Unda go. Birinchi men polizimga qaradim. Polizimni o'stirish kerak edi. Polizni chetga surib, mana bu yerdan men shaxta kavlashga kirishib ketdim. Aytgancha, u yerdan chiqish uchun menga hali narvonlar kerak. Uning uchun daraxt chopish kerak, tepaga qazib. Xo'p, bu yerdan mana shundan tushishimni belgilab qo'yay. Xo'p, bizda hali taxtalar yo'q, shu taxta chopib kelish kerak. Ketdi. Daraxt ferma ham qurib qo'yganman tepada. O'shadan foydalanamiz. Ha, bu video juda ham katta bo'lib ketsa kerak. Montajda qiynalaman. Bu yerda chuqur nima qilyapti? Hop, tepaga chiqib olamiz va daraxtlarni chopamiz. Bu yerda mollar ham bor ekan. Hop, chalg'amaymiz, daraxtni chopamiz. Qayerdan keldi bu chuqur? Klatsik qilaman. Ko'rdingizlarmi? Go daraxt chopishga. Bo'ldim mana daraxtni chopib. Xo'p. Endi narvonlar yasab, yana o'sha teshigimizga qaytamiz. Katta edi u. Menimcha mana shu tarafda bo'lsa kerak. Bu yerda ham chuqur bor ekan. Toshlarni qo'yib chiqish kerak. Toshlar hali kerak bo'ladi. Bitta bozor qurishga villagerlar bilan. Bozor deganda villagerlar bilan trade qilishga yer. Mana shu edi. Qani ketdim pastga qarab. Bu yerda kon nima qilyapti? Xo'p, buni endi astagina qo'lga olish kerak desam, pastda creeper turibdi ekan u. Xo'p, suv bilan yoki hali erta suv olib kelish kerak tepadan. Oldin kirka bilan narvonlar yasab olay. Mana verstak. Narvonlar uchun yog'och kavlab qo'yganman. Xo'p. Kirka yasaymiz birinchi, keyin narvonlar. Xo'sh, suvni quydik. Non olib olaman. Shunday deyish kerak. Mana suv olib kelganman. Graviy bilan qo'yib baqir kerak. Hop, suv bilan tushish uchun suv qo'ygandim. Suv ham olib keldim. Endi pastdagi konlarni bemalol qo'lga olishimiz yordam beradi bu suv. Graviyni sindirib olib, andezitni sindirsak. Olmoslar. Buni kavlab olish kerak. Bitta. Mayli. Yana bitta olmos topdim. Bu ham bittami? Yo'q. Ko'p ekan. Juda ham ko'p. Bizlar olmos asaha ham qilishimiz kerak. Hop, buni esa mana bunaqa qilib to'g'rilab olishimiz kerak. Hop, to'g'irlaymiz. Hop, pastga qazishni davom ettiramiz. Go. Xo'sh, anchagina pastga qazib qo'ydim. Kon chiqdimi? Yana bu yerdan lekin o'tib ketaman. Menga boshqa sarguzasht qiling. Lava. Lavani yo'q qilish kerak. Olmos. Pastda ham bosh ekan. Bo'ldi. Olmoslarni kalab bo'ldi. Creeper. Yaramas.
Yana olmos topdim. Bu kanlarda yurish ajoyib ekan. Ammo xavfli. Hop. Yana o'sha chuqurga qaytib oldim. Vestakni qo'yib, narvonlar yasab olishim. Narvonlar yasadim aytgancha. Va birinchi bizning olmos kirkamiz tayyor. Xo'p. Endi yana pastga kirib davom etamiz. Xo'sh, lava. Endi suv bilan tushmasam bo'lmaydi shekilli. Suvni quyib tushamiz. Ketdi. Suv bilan juda ham noqulay ekan kavlash hali. Xo'p, bedrockgacha yetib oldik. Endi bu yerga suv qo'yib tepaga narvon bilan chiqamiz. Bu yon tarafdan qo'yib boshlaymiz. Ketdi. Esonovon chiqib oldim halaman. Endi suvni olib olishim kerak, nimaga desa pastga qo'yib oldim. Xo'p, men daraxt fermamni qurishim kerak. Uni daraxtlarni ekmabman, yo'q bo'lib ketibdi. Xo'p, shuning uchun menga urug'lar kerak. Xo'p. Kerak narsalarni sandiqqa solib qo'yaman. Bu kerak emas, bu ham. Xo'p, holozimga ham qarab qo'yishim kerak. Sabzi ekib qo'ydim. Xo'p, daraxt fermani qayta jonlantirdik. Aylanib yurganimda esa uzoqdan lava konini ko'rib qoldim va bu yerdan menga obsidianlar kerak. Buni esa kavlab olish uchun suv kerak. Men o'zi suv qidirishga ketdim va suvni topdim. Va suvni olib obsidianlarni kovladim. U toshlar meniki edi. Xo'p, hammasini obsidian qilmay, ostagina o'zimizga kerak obsidianlarni kavlab olamiz. Bu juda ham zerikali ish. Va buni 14 ta obsidian kayladim. 10 tasi portal qurishga, 4 tasi enchant stolini qurishga. Xo'p. Keling, mana shu tuxumdan yorib chiqsa, videoga like bosasiz. Ikkinchisidan yorib chiqsa, obuna bo'lasiz. Qani, ketdi unda otamiz. Birinchisi mana. Ketdi. Like bosish birinchisi va like uncha ham kerak emas. Va ikkinchisi obuna bo'lish. Qani ochib chiqaman? Bor-e. Shakar kamushlarimni uzib olishim kerak. Pastdagi telefonmi? Voy. Meni shakar kamushimni o'g'irlayapti, ahmoq. Yo'lga qaytar. Jonimni ketkazdi. Umrimda birinchi marta ko'rishim bunaqa hayvonni jonimga ketkazganini. Enchant stol uchun o'zimga kitoblarni yasab olishim kerak, kitobjonlarni. Enchant stolini endi yasaymiz. 4 ta obsidian qo'shib olib, mana u. Buni bugungi videoda full qilamiz. Kasatdan qursak yaxshi ekan. Mana shu bo'ladi. O'zimda bor kitobjonlardan qurib qo'yay hozircha. Bo'ladi. Hali kuchaymagan bo'lsa kerak. Nezerga mana shu yerdan portal quramiz. 10 tasi aniq yetadi. 10 ta obsidianni. Mana bu yerda 2 ta, tepaga 3 ta va chetiga. Va bo'ldi, mana. Tayyor. Endi bularni yonib qo'yishimiz kerak. Men yonilmayapti. Nimaga? Qachondan beri? Mana o'tirib qilish kerak ekan, o'tirib. Endi menga shashgarka kerak. Hop. Mana shu yerdan topsam bo'ladi. Gravelni. Mana shu. Mana bittasi yetsa kerak. Hop. Va nihoyat. Endi bittagina temir orqali buni flint and steel. Stop bolalar.
Va siz mening Telegram kanalim borligini bilarmidingiz? Bu yerda qachon video chiqishi, nimaga chiqmayapti, hammasini bilib borasiz va qanday video chiqqanini ham ko'rishingiz mumkin. Videoga go unda. Qani o'tamiz. Xo'p. Judayam zo'r joylarga o'xshamayapti. Zarar yo'q, bundan 5 battar yomon joylar bor edi. Asta nima? Qizil qolami? Yo, bu yerga hali erta, lekin zo'r spawn ekan to'g'risi. Hali ertada. Xo'sh, uyga kelib uxlab oldim. Qani yaxshi tong. Mollarni qamash uchun qafas ham yasashdim. Xo'p, mollarni bu yerga bo'ylasak bo'ladi-da. Xo'p. Men polizimga ham qarab turishim esdan chiqmayapti. O'ylamang. Xo'p, birinchi molimiz. Qani kel. Kel uka. Beli ko'p. Mana qa bo'ladi. Kel. Mana senga rafiqa yoki umrdosh boshingizlar. O, yana sizlarda bola bormi? Qani ketdik. O, mollar ko'payib qoldi shekilli. O, mana bu yerda ham buqalar bor ekan. Savanada buqalar bo'ladi. Buqalar ovulga ketdik uyga endi ukalar. Buqalar deyish. Tu, bu yerga kelsam. Buqalar ham, mollar ham ko'payib qoldi. Bo'ldi. Uxlab olish kerak-da. Qayerda monster bor deyapti? O'ldi shekilli. Ha, uxladi. Yana mollarga qarash. Yaxshi. Konda biroz olmosga olashim kerak. Nimaga desa, bu videoda maqsadim bor. Olmosli braniyalar. Deb turgan joyimda yaxshi ekan. Olmos bo'lsa qanday bo'ladi? Pul olmos bo'lishim. Bitta o'limdan qoldim. Qo'yban bo'lmayapti. Redstone ham kerak deymenga desam, redstone juda zo'r. Mana redstone nima uchun kerak desangiz, boya aytganimdek, men bozor qilmoqchiman. Uyga qaytib uxlab olish kerak-da birinchi. Uyim yorug' yo'q uyda. Xo'p, mayli. Uxlab olish kerak. Xo'p. 18-ertalabdan salom. Xush kelibsiz. Bugun 18-kun. Portionlar yasab olishim kerak aytgancha. Portionlar. 13 ta portion. 13 ta qishloqni qilishga bozor. Trading hall demakdir. Yasashni videoda YouTube'dan ko'rib olaman. Bilmayman-da. Ko'rib bo'lgandan keyin videoga qaytaman. Va nihoyat bo'ldim. Endi bularga ish stollarini joylab chiqsam bo'lgani. Xo'p, mana bu yerda ham bitta ish stol bor ekan. Xo'p, buni sindirib olamiz-da. Tezda joyiga qo'yib olamiz. Xo'p, bunaqa ish stollardan hali ko'p kerak bo'ladi. Xo'p, sen nima sotasan? Bo'lmaydi. Sen yugurib kelding. Nimaga? Bo'pti. Nonlarni yasab olamiz. Men hali bu nonlar bilan ko'p yursam kerak. Men nonlarni, qishloqlarni ko'paytirish uchun asrab qo'ygandim. Xo'p, mollarni ko'paytirib olamiz. Mollar menga qo'jada kerak bo'ladi. Aylanib yurib qo'ja topamiz. Xo'p, kechqurun tushib qoldi. Qo'jalarni aylanib yurib topishga to'g'ri keldi. Hali mollarim juda ham ko'p emas. Xo'p. Bizlar birinchi bo'lib olmosli bolta yasaymiz. Sehrlangan kitoblar uchun bunaqa ish stollari kerak. Kitob javon o'rtasiga qo'yishimiz kerak. Mana bu yerni esa bozorga olib qo'yib qo'yamiz. Xo'p.
Bunaqa usul bilan bularni chaqirishning iloji yo'q menimcha. Da. Voy, bittasi o'zi turibdi. Voy, sal buyonroq. Urib yubordim. Uzr. Xo'p, bizani maqsadimiz bor. Bu Full Armor Clash. Bu videoda qilamiz albatta. Xo'p. Bizaga flint kerak. Kamonchi stollarni yasash uchun. Xo'p. Bu yerda gravilarni olamiz. Xo'p. Mana gravilarni qo'yib, tepasiga qo'yib, hammasini pastaga qarab chopib ketamiz. Hammasini. Va tushyapti, yaxshi. 3 ta bo'ldi menimcha. Xo'p. Xo'p, bitta endi kamonchi stolni yasaymiz. Xo'p, craftga solamiz. Mana flinching table. Mana shuni bilmasam kerak. Xo'p, mana kamonchilarimiz bor. Endi bularga taxtani maydalab, uni tayoqchaga aylantirib sotamiz. Taxtamiz o'zimizda bor, hammasini tayoqcha qilamiz. Xo'p, yetaymikan? Ha, yetaykan bitta izmurut olishga. Xo'p. Endi bizani borib ko'pgina taxtalar chopish. Mening daraxt fermam afsuski qaramay ekanman. Urug'lar yo'q bo'lib ketmabdi hali. Yaxshi, hali hammasi bo'lmasa ham bor. Olmani yeb olamiz, dagina ekib qo'yamiz urug'larni. Xo'p. Mana urug'larni. Bularni ham sindirib tashlashimiz mumkin. Xo'p. Biz tayoqcha sotib olgan yerimizga ham boshladik. Xo'p, mana hammasini sotamiz va qancha izmut bo'ladi? Men hali faol ravishda o'zimning poluzimga ham qarab turishim kerak. Albatta buni sizlarga ko'rsatmasam-da, faol ravishda qarab turibman. Buni avtomatik qilish kerak yoki tepasiga suv quyib yuborib menimcha. Xo'p, mollarni ham ko'paytirib turishimiz kerak. Xo'p. Menda bitta g'oya emas, oldingi videoda aytgandek full armor va insert qilishimiz kerak. Buning uchun juda ham ko'p trade qilishimizga to'g'ri keladi. Unda esa go! Kerak bo'lsa boru Unbreaking 3 kitobi ham menga kerak emas. Menga faqat protection va mending kerak. Xo'p, ko'p vaqtdan beri trade qilyapman. Hali chiqqani yo'q. Afsus, yana boshlaymiz unda. Xo'p, yana boshlaymiz. Va nihoyat mending. Va nihoyat bu ko'p vaqt oldi. Xo'p, bizning maqsadimiz bu emas. Buni enchat qilish kerak. Ya'ni armorlarimizga qo'yish kerak. Xo'p, bunda mending nima qilyapti? Osongina, Mending? Nima? Hozirgina men uni qancha qiynalishlar bilan olgandim. Afsus, shuncha vaqt. Omad-da, bu ham omad. Endi nima qilamiz? Bizga protection to'g'ri kerak. Yana o'sha trade-ni boshlaymiz.
To'g'risini aytsam, bu judayam uzoq vaqt oldi. Hozir esa 50x formatda ko'ryapsiz. Yana qancha davom etishi mumkin? Eh, uf. Hammasini endi sotib tayoqchalarni olishimiz kerak. U protection to'g'ri. Xo'p. Va nihoyat dangalarim yetdi va protection to'g'rini хотя бы yo'qolmaydigan qilib qo'yaydi. Xo'p, yana tayoqchalar sotamiz. Va judayam ko'p tayoqchalar kerak hali bu qism uchun. Protection to'r arzon emas. Uni olganim videoga tushmay qolibdi. Uzr lekinli. Xo'p. Bu senizchi olmaysanmi boshqa? Senizchi olasanmi? Ha, olasan. Endi bularni tayoqcha qilib yana sotamiz-da. Qarchi. Qanaqa ozgina ekan u. Xo'p. Endi boltamizni insert qilib qo'yish kerak. Fortune. Balki effektingiz tushib qolar. Omaddimi ya boya ishlatib qo'ydim menimcha. Ikkita pangning ketma-ket urishiga. Bizga charx kerak yoki. Xo'p. Undan ko'ra bir diamond aslahalar qilib olay. Bugungi maqsadimiz bularni enchant qilish. Oldingi videoda aytganimdek, videoni hali ko'p momentini zapis qilib oldim. Montajda hammasi ketsa kerak, yana bilmadim. Blast protection. Bo'lmaydi bu. Xo'p, bunisini ko'ramiz. Unbreaking. Unbreaking qoldirish kerak. Nimaga desam, men protection olib qo'yibman-ku. Hop. Fire protection yo'q. Bunaqasi bo'lmaydi. Snaryadlarga qarshilik? Yo'q. Men unaqasini yomon ko'raman-ku. Xo'p, shovelni menimcha inchatsak balki o'zgarar. Bularga talab. Yo'q, baribir shunaqa. Keyinroq qilarmiz yoki zarar yo'q endi. Xo'p. Bularni insert qilib bo'ldimi? Daraja kamayapti-yu. Yoki daraja. Xo'p. Bularni endi temirlisi kerak emas. Bularni asahiga kiyib olamiz. Yaxshi, zashtamiz yaxshiroq bo'ldi bularga qaraganda lekin. To'g'risini aytsam. Xo'p, bularni tashlab olamiz va bizga sehrni olib oladigan charxmi nima bu? Olishimiz kerak. Yasab chetga qo'yib qo'yamiz. Bulardan keraksiz. Mana bu omad sehri nimaga kerak? Boltaga. Ura. Bo'lmaydi-yu. Meni poyabzalim hali unchalik sehr bo'lmaganda uni tachilak yordamida sug'urib olish kerak. Yoki charx. Protectionki. Yaxshi. Tepadan sakrash ham bor. Boltamiz efficiency yaxshi, buni ham normalmi. Bunga bo'lmadi. Bungacha protection bor. Yo'q. Balki bo'laveradi. Bo'ladi, olib qo'yamiz. Amerikan sovg'aga. Bungacha unbreaking qo'yaychi. Oldingi holiga qaytdi. Ularni har ehtimolga qarshi kiyib qo'ya qolay. Shaxtaga tushib qolsam deyman-da. Buni boshidan sehrlab ko'ray. Yana shu sehr lekin himoyasi bilan. Daraxt chopishga o'tamiz. Maza qilib daraxt chopamiz. Bu. Bo'ldimi? Ularni hammasini taxtaga aylantirib sotish kerak daraja evaziga. Menga hali pul kerak emas. Daraja kerak.
Emeraldni yana bir qazish usuli bor. Buni keyinroq sizga tushuntirib o'taman. Qarab, protection tool. Kel mening qo'limga. Ikkita sotib olamiz. Asaxoning kattasi va ishton uchun albatta. Buning uchun anvil kerak bizga. Anvil yasab olamiz. Birinchi navbatda anvilning crafti esimda menimcha. Bilar ekanman. Anvilda birlashtirib olishimiz ham mumkin. Uning uchun bizga Unbreaking 3 degan sehr ham kerak. Buni enchant stol bilan tushirishga harakat qilaman albatta. Iloji bo'lsa bo'ldi. Bizga lapis ham kerak-da. Unbreaking 3 bu juda ham yaxshi, lekin bizda 20 daraja yo'q. Tezda daraxt chopib, buni darajalarni olish kerak. Nimaga daraja kerak deganimni endi tushundingiz shekilli. Daraxt fermani qayta ekish esimdan chiqdi. Shuning uchun o'rmondagi daraxtlarni chopamiz. Tun tushib qoldi. Balki mana shu qishloqlarning bittasini uyda yotib qolarman. Xohlagan bittasida. Mana shunday yotib qolsam, qishloq turib uxlab olay. Ertalabdan salom. Yana tavukcha sotamiz. Yana bittasiga sotamiz. Darajamiz hali yetmadi. Xo'p. Bitta daraja kerak. Balki o'q sotib olamiz. To'g'ri qaror. Xo'p, 20 daraja bo'ldi endi bularni. Unbreaking 3 qilamiz. Yaxshi. Progress. Protection 3 menga kerak emas, nimaga desa, hozir Protection 4 qilaman buni. Minecraftdagi eng katta bu himoyasi. Protection 4 albatta. Bu men deganda bunga sovg'a. Aslahani bittasi tayyor. Endi faqat ishtonni qilsak bo'ldi. Full hammasini qilmoqchi edim. Afsus, meni vaqtim kamroqda. Clutch qilamiz, clutch. Dream qilmaydigan ishni qilamiz. Dream qila olmaydigan ishlarni. Mana senga dream. Ko'rib ol. O'rganib ol. Obunachilar. Daraxt fermamiz qayta tiklandi. Albatta daraxt chopib olamiz, go. Ko'p daraxt chopgandan keyin albatta maydalab sotamiz. Juda ham ko'p zumradlarga. Albatta bizga zumrad emas. Zumrad ham kerak va daraja ham. Daraxt fermaga yana qaytamiz va yana daraxt chopamiz. Ko'payib ketdi, bularni yoqib yubormasak, yoqib qutolmasak bo'lmaydi. Bular chiroyli yonadi menimcha. Tomosha qilamiz chetdan. Bularni yoqib olaydi. Kirgalgam sinmaydi bularni yoqishda. To'g'rimi? Obunachilar, iltimos like va patishdan bosib qo'ying. Hop, ketin kuzatamiz. Juda ko'n bor ekan. Juda ham katta. Ketin kuzatamiz. Wow. Nimba. Sot yonyapti. Unga cheksiz qarash mumkin. Hop. Bularni qayta ekib qo'ymasak, keyin yana o'rmonda daraxt chopishimiz kerak. Bo'lmaydi o'rmondagi daraxtlar. Qayta ekib qo'ygan baribir yaxshi-yu. Anni kesdi. Acha bir-birini ekib qo'y degan maqol bor. Tez o'st. Go, yana maydalab sotamiz daraja evaziga. Zumrad ham kerak. Endi chotki g'oya bor sizlarga aytsam. Zumrad kovlash bo'yicha. Qo'limizga qarab olish kerak edi. Hatto bu o'rtadagi somonlarni qirqib olay.
Hop, urug'lari kerak emas menimcha. Menimcha emas. Shakar qamishlarni ham chopib olishimiz kerak. Somonlarni yana qayta ekish esimdan chiqibdi. Sorry. Olmos qilishda ham sehrlab olish kerak. Respect. Yaxshi olov bilan yoqib, endi moblarni kul qilishimiz mumkin. Mollarni qatl qilish marosimi mana boshda ko'paytirish kerak. IQ ishlaganda kerak. Hammasini ko'paytirib, keyin olovli qilichimizda yoqib yuboramiz albatta. Albatta yoshlarda. Menimcha hammasi ko'paydi. Yana olyapti. Hammasi yeyapti. Yana yeydigan bormi? Yana ko'payishni istaydigan. Bo'ldimi? Unda boshlaylik. Mazza obunachilar. Bolalar ham yonib keladi. Zarar yo'q bo'lsa. Mazza yo'q. Hammasi go'shtni qarang ko'payganini. Daraja ham oshmoqda. Lekin kam beryapti to'g'risi. Juda ham hammasi teri uchun obunachilar. Teri yordamida biz kitob javoblar yasab, enchanting table'imizni juda ham yuqori darajalarda qilishimiz mumkin. Bizga faqat teri kerakmi shunda? Darajasi kam tushyapti-yu baribir. Bo'ldi menimcha bu o'ldirib ketaveraylikchi. Haqiqiy jinoza bo'ldi-yu. Qancha teri? 46 ta. Yaxshi. Juda yaxshi. Bo'ldi, ketamiz bu yerdan. Ketaman bu yerdan. Chiqishim kerak bu yerdan. Mol yeb. Shu nima qilyapti? Qo'lim degan qarab. Qoch. Sizlarning go'shtlaringiz bor menda. Daraxt fermamga yana qaytib yana daraxt chopaman. Boshqa iloji yo'q. Daraxt chopishdan boshqa ilojim yo'q. Endi daraja ko'paytirishda, izmurud ko'paytirishda desam, izmurud ko'paytirishda bitta usul bor, uni ko'rsataman. Juda ham katta spoiler bo'lyapti-da, sizlar uchun bor-u. Juda ham yaxshi. Ularni tayoqcha ko'rinishda sotish kerak. Sotish. Seni yomon qidirdim-u, ahmoq. Qayerda yurganding? Tayoqchani ol mendan. Bo'ldimi? Faqat shumi? Bor-e. Biz va nihoyat 20 ta daraja bilan ishtonimizga unbreaking uchish kerak. Shu bo'lsa bo'ldi. Qani ko'raylikchi. Protection. Tavakkal qilib senga yo mask. Bu juda ham zo'r oldi. Protection. Manding kam bo'p. Hozir olib kelaman manding. Mandingcha brat, turibmisiz? Bitta manding kerak-da. Mandingni va nihoyat qo'yib olamiz. Cho'tka. Xo'sh, mana ko'ryapsiz. Bugungi videomiz maqsadlari erishdik. Qanday demoqchimisiz? Izmurud cholashning bitta usulini hozir sizga o'rgataman. Buning uchun test zalimga kirib ko'rsataman sizlarga. Unda. Sizga ikkita mana bunaqa villagerlar kerak bo'ladi. Ularni kuchaytirish yordamida siz oynali panellarni sotishingiz mumkin. Xo'sh, oynalarni qayerdan olaman deysizmi? Unga ham yechim bor. Siz mana bundan oynalarni sotib olishingiz mumkin. Bitta izmurudga 4 ta oyna. Buni qanchalik foydasi bor deb o'ylashingiz mumkin. Bunga sal vaqt ketadi. Xo'sh, mana sizda 3 ta izmurud bor. To'satdan siz mana bunaqa villagerlarni ko'rib qoldingiz. Qarasangiz, panellar evaziga zumrad sotib olasiz. Tezda mana bunaqa villagerdan oynalarni sotib olib,
uni panelga aylantirib sotishni boshlaysiz. Qarabsizki, sizda katta trading boshlanadi. Ko'rishingiz mumkin, ikkita zumrad qoldi. Buni ham oynalarni sotib olib, ularni panelga aylantirgan holda yana sotib, yana zumradlarga ega bo'lishingiz mumkin. Cheksiz zumradlar olishingiz mumkin. Bu strategiyani men o'ylab topgan emasman. Xo'p, tushunib oldingiz shekilli. Unda biz hozirchalik daraxt cho'lib turishimiz kerak. Kitob jonimiz full endi. Mana bu yerda bitta, ikkita o'zgartirish kerak menimcha hali. Hali VIP bo'lmadi. Xo'p, biz endi to'lishlarimizni boshidan chat qilishimiz kerak. Bu sinay deb qopdi-yu. Aytgancha menda daraja yetmaydi-yu. Daraja. Yana o'zini holiga qaytdi. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz boshidan sehrlab turaylik-chi. Bundan ham yaxshi daraja balki sehr tushar. Omadimga ishonaman. Bizada lazuli kam qopdi-yu. Effektimiz 2 edi, 1 bo'ldi endi. Mayli, lazuli kovlagani yonga go'ndi. Voy xona-yu. O'zini o'zida o'lib ketishim. O'zini o'zida. Ikkita surish kerak. Ya. Lekin meni aslahalarim ham bunaqa darajada siz emas-ki. Daskani u bolakalar. Yo'q. Xo'p, shaxta topib oldim-ku. Sandiq. Hech kim yo'q. Va enchantingmi? Yo'q. Enchanting nima qiladi? Lapis lazuli kerak. Xo'p, tepaga qaytib chiqib olamiz. Shuncha mine qildik. Mine ham qilmaydi dashi. Yoqmayapti. Xo'p, endi borib blazlarni chopib kelaylik-da. Go. Xo'p, pasimizda bor edi-ya. Pasimizda. Qaysi edi? Bu yerim. Xo'p, mana topib oldim. Bir amallab. Xo'p, ketdi. Arterial fog. Blazlarni saqladim. Uncha qiyin bo'lmadi. Hech qanday jon ketmaydi. Unda go. Xo'p, 12 ta to'play qoldim. Yetsa kerak. Videoni mana shu yerda tugatamiz obunachilar deganda. Yaramas. Xo'p, obunachilar. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun albatta rahmat. Bu video ikkinchi qismi edi. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoni birinchi qismini ko'ra qoling albatta. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr obunachilar.